Assalomu alaykum. Azizlar, mana bu mashinani qabul qilib olganman. Tamam. Qizil kabina Euroshift 6. Mana shu mashinani qabul qilib olganman. Kameralarni mana bu yerga qo'yganman. Ko'ryaptimi? Samodelni ustolovka qildim. Elektrичество ustiga muammosi bor ekan. Qachon qabul qilganimga bitta farasi singan edi. Elektrikga olib borgan edim. Zamekanisi bor mashinani degan edi. Mana bu farani yangi qo'ydim. Tepadan olib kelganman, kamerani primoy olgan. Mana buni izolenta bilan o'tkazib, tepaga chiqyapti. Tepadan mashina ichiga kiryapti. Kecha soat 6 dan beri zavod qilmagan, avtonomka hech nima ishlamagan. Ishlamaydi-da. Вообще. Xuddi tashqariga yotganday o'ranib yotdim. Hali ham Xudoga shukr, Italiyadaman. Katta zapravka. Minus bo'lmabdi-yu, 1-2 gradus peli sovuq. Kechasi bilan yomg'ir yog'di. Mana shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. O'zi servis chaqirgan. Servis keladi. Shu elektrичество unisini ko'radi-da, polnisda muammosi qayerdan to'g'rilaydi, Xudo xohlasa inshaalloh. Duo qilib qo'yinglar azizlar.